O'tgan yilgi videomizda ko'p kishi so'radi, bu kimning qo'shig'i, nega avtorini aytib o'tmayapsan deb aytishdi. Bu qo'shig'imizni avtori ustoz Yunusjon Nurboboyev. Ilohim yotgan joylari jannatda bo'lsin. Hammamiz duo qilib qo'yaylik ustozimiz haqlariga. Ilohim joylari jannatda bo'lsin. Qo'ldan kelgancha ijro qilamiz. Bu dunyo fuhsh ishlarga to'ldi, qiyomat yaqinmi deymanda, qalblarda iymon nuri so'ndi, qiyomat yaqinmi deymanda. Yolg'onga to'ldi-ku bozorlar, bunchalar ham ko'p dil ozorlar. Yolg'onga to'ldi-ku bozorlar, bunchalar ham ko'p dil ozorlar. Toshlarga to'ldi-ku mozorlar, qiyomat yaqinmi deymanda. Toshlarga to'ldi-ku mozorlar, qiyomat yaqinmi deymanda. O'g'il qul ko'tarsa otaga, qiz quloq solmaydi onaga. Kim xor qildi, kim zor bolaga, qiyomat yaqinmi deymanda. Musulmonman deymiz tillarda, lekin iymon yo'qdir dillarda. Saxovat qolmagan qullarda, qiyomat yaqinmi deymanda. Qizlarning qolmadi hayosi, bunga sabab balki onasi. Qizlarning qolmadi hayosi, bunga sabab balki onasi. Gapin o'tkazolmas otasi, qiyomat yaqinmi deymanda. Gapin o'tkazolmas otasi, qiyomat yaqinmi deymanda. Ayol ishlar o'zga yurtlarda, erlari o'tirar uylarida. Ular qanday erkak ekanda,